Orqamda tuya, ot, ho'kizlar turibdi. Glavniy sovrinimizga Nexia 2 avtomobili turibdi. Xudo xolasa kurashimiz zo'r bo'ladi. Hozir sizlarga zotlari nechta, avtomobilni qanday hammasini bitta ko'rsatib o'tamiz. Hammalaringizda Xudo xolasa 13-aprel kuni kurashimizga taklif qilib qolamiz. Ko'rib turibsizlar, tuyamiz 10 ta tuya, ot 10 ta, ho'kiz ham 10 ta. Xudo xolasa bu tomonda egarlangan ot ham bor. Hozir yaqindan bitta ko'rsatib o'taman o'zim. Avtomobilda oxirida ko'rsatib o'taman. Nexia 2 avtomobili qo'yilgan. Akalar, mana toylari ham normalni. 10 ta realni toy bor, 10 ta realni toyi bor. 10 ta tuyasi bor. Tuyalarni ham ko'rib turibsizlar, yaxshi tuyalar hammasi. Sanasalaringiz ham bo'ladi. 10 ta tuya turibdi. Bu yoqda mana 3 ta, 6, 9, mana bitta mana 10 ta. Toylari ham 10 ta. Bu yoqqa tanalar ham turibdi, tanalari ham 10 ta. Mana bu yoqqa ham bitta tanasi turibdi. Tanalari ham katta tana. Xudo xolasa videomizda hamma gruppalarga tashlab qo'yingizlar. Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy hamma joydan polvonlarimiz taklif qilib qolamiz. Kurashimizga mana tomonda egarlangan otni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. 50 ta qo'y echkilari bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, akalar, mana bu bosh sovringa emas, bu egarlangan ot. Xudo xolasa bosh sovringa avtomobil qo'yiladi. Nexia 2 avtomobili. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Nexia'miz ham sassenasi zo'r. Hop, mana otni ko'rdilaringiz, ha? Yana ham yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Mana shu otimiz qo'yiladi. Xudo xolasa mana shu egarlangan holatida kurashga qo'yiladi. Bo'lmasa biz hozir qo'y echkilarini ham bitta ko'rsatib o'tay, keyin avtomobilni ko'rsatamiz. Mana qo'y echkilari, akalar. Bu hali hammasimiz, xudo xolasa 50 ta qo'yiladi mana shundan. Echkilari ham, qo'ylari ham normalni. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu hammasi qo'yiladi. Realni qo'yiladigan zotlar. Pul yutuqlari ham 120 million so'm pul qo'yiladi deb aytilgan. Xudo xolasa 120 million so'mga kurashga qo'yiladi. Mana echkilar. Bo'lmasa akalar, ko'rdilaringiz buni, mana bu tomonlardan yozibdi. Biz avtomobilda bitta ko'rsatib o'tamiz, keyin videomizni yakunlaymiz. Xudo xolasa barcha polvonlarni, muxlislarni taklif qilamiz. Agarda uzoq joydan keladiganlar bo'lsa, Tojikistondan, Qashqadaryo, Samarqand, Buxorodan polvonlar, mehmonlar keladigan bo'lsa, bir kun oldin kelaversin. Hammalaringizga xudo xolasa qo'niqlar qo'yilgan, joy topiladi. Mehmon bo'lib, ertasi kun kurashda tomosha qilib ketasizlar. Va nihoyat avtomobilni ko'rsatib o'tamiz. Glavniy sovrinimizga Nexia 2 avtomobil, 1.6 motor, 2011 yili. Sostaniyasi ham zo'r, mana shu kurashga qo'yiladi. Glavniy sovrinimiz Nexia 2 avtomobili. Xudo xolasa qaysi polvonimizga nasib qilsa ko'ramiz o'sha kuni. Ichkarisini ham bitta ko'rsatib o'tamiz.